Oltinsoy tumanidagi Firuz fermer xo'jaligi rahbariman. Bu 2026-yil g'alla hosili uchun 62 gektar joyga urug'li g'alla ekkanmiz. Shundan 40 gektari elanchik superelita. Mana bugungi kunda o'rim yig'im ishlari davom etyapti. Hosillarimiz mo'l. 55-56 sentnerdan hosil olyapmiz. 259 tonna davlat buyurtmasi bor. O'shani bugun nasib bo'lsa bajaramiz deb niyat qilib turibmiz. Bularni yetishtirishda g'allani barvaqt ekilishiga, o'g'itlanishlari, vaqtida suvlariga va boshqa agrotexnik tadbirlarga amal qilganmiz. Ishchilarimiz, mexanizatorlar, suvchilar hammasi bir jam, bir tam bo'lib mehnat qilishdi. Hammalariga rahmat. Davlatimizga ham rahmat. Mana shuncha sharoit yaratib berib qo'yibdi. O'g'itlarni vaqtida yetkazib berilyapti, suvlar bilan vaqtida ta'minlandi. Tuman rahbarlariga, viloyat rahbarlariga ham rahmat. Prezidentimiz mana shunchalik bizga shunday sharoitlar yaratib bergani uchun, biz fermerlarga o'zining ishonchini bildirgani uchun nasib bo'lsa biz mana shu bugun davlat rejasini bajarib, yuzimiz yorug' turibdi. Bundan keyingi ishlarda ham nasib bo'lsa davlatimiz oldida, rahbarlarimiz oldida yuzimiz yorug' bo'ladi degan umiddaman.